Assalomu alaykum aziz muxlislar. Biz bosgan Chorva muxlislari kanalimizga mana bugun Andijon Shahrixon Xoldovonbek Cho'ja mol bozoridan syomkalarimizni boshladik. Bo'g'iz ekan akalar, 3-chisiga shved molimiz, yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Yuvosh deyapti, bir haftalik qolibdi. Xudo xolasa. Aka necha pul deyapsiz? 60 milyon so'm kami bor deyapti. Bir haftaga yeb ichishiga, sog'ligiga beramiz deyapti. Narigisi aka sementali. Yonida sementali ham bor ekan. Bu nechinchisiga aka? Ikkinchisiga ekan. Bo'g'iz ekan, yetuy bo'g'iz. Yeb ichishi tanjoni sog' ekan. Yuvoshligi yuvosh ekan. Muxlislar mana ena bola ekan, ikkinchisi birinchi bolaga ekan, bolasi novvoscha ekan. Yeb ichishi tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Necha litr ojaga suti? 10 litr. 10 litr sutiga garantiya deyapti. Bir haftaga sinovga beriladi deyapti akalar. Yosh chiroyli mol ekan, xudo xolasa bitta oilani ro'zg'orda bemalol suti yo'qman ta'minlar ekan. Hoji aka necha pul narxi? 42,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bolasi novvoscha mana. Bolasi ham polpoqqina ekan. Telefon nomerlari necha hoji aka? Nomerlar qo'yamizmi? Qo'yamizlar. 91lik 660 660 54 qiziqqanlar aloqaga chiqaveramiz. Sigillar bor, xudo xolasa yetib berishaveradi. Chorva ishqibozlari mana 3-chisiga shved molimiz. Bolasi novvoscha. Yeb ichishi tanjoni sog' ekan. Hoji aka nechta suti bor? 17 litrga garantiya beramiz deyishyapti. Yeb ichishi tanjoni sog' ekan. Bir hafta garantiya deyapti. 3-chi bolasiga, bolasi novvoscha bir haftalik bo'libdi. Hoji aka puli necha pul buni? 44 million savdo qilishyapti. Hoji aka 44 million savdo qilib ustiga yurilsa sotiladi deyapti. Qiziqqanlar 45-46 mo'ljallashyapti ekan. Bolasi novvos ekan. Ishqibozlari mana ikkita bo'g'oz shved xunajinlarimiz bor ekan. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiyaga. Hoji aka necha oylik bo'g'oz? 8 oydan bo'g'oz ekan. Yeb ichishi, tanijoni sog'ligi, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyapti. Chiroyli narsalar ekan, xudo xolasa katta bo'ladigan narsalar ekan. Necha puldan aytyapmiz aka? Necha puldan deyapmiz narxini? 65 milliondan kami bor ekan akalar. Telefon nomerlarini beramizmi hoji aka? Nechilik? 93lik 112 24 14 ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqaveradi. Chorva ishqibozlari mana keyingi molimiz bo'g'oz ekan, 7 oylik. Nechinchi bolaga aka? Ikkinchi bolasiga bo'g'oz ekan, xudo xolasa yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyapti akalar. Bo'ylari kelishgan, bo'ylari 150 bor, xudo xolasa. Katta 50 mol ekan. Necha pul deyapsiz aka? 50 million so'm xayrisiga o'tib beramiz deyishyapti. Dastavkalar bor aka? Dastavkalar bor. Qiziqqanlarga telefon nomer beramizmi aka? Nechilik? 93lik ekan. 784 9018 qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Akalar mana xudo xolasa keyingi molimiz bo'g'oz ekan. 9-oyga o'tibdi. 3-chisiga bo'g'oz deyapti, yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Keyingisi ham 8 oylik ekan mana. Bunisi qorasi, bunisi shved ekan. Buni 50 million so'm kami bor deyapti. Bunisiga 35 million so'm narx aytishyapti. Mollarimiz yaqin bo'g'ozlar ekan. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Bu ona bolani bolasi nima hoji aka? Mana bu yerda ona bola molimiz bor ekan, bolasi semental. Bolasi semental novvoscha ekan. Nechinchisi hoji aka? Nechinchisiga? Ya ikkinchi ya uchinchi bolasi 1,5 oylik bo'g'oz aka enasi.
Suti bor. 10 litr sutga xudo xolasa. 10 litr bormi aka suti? 10 litr suti bor. 12 litr sutga ekan. Yana mashina o'rtasiga qaytib qo'yilgan. Bolasi semental novvoscha ekan. Aka necha pul deyapmiz? 65 milyon, 75 milyon kami bor deyapti. Qiziqqanlarga telefon nomer beramizmi? Nechilik? 95lik. Ha. 588 22 55. Qiziqqanlar aloqaga chiqora, dastavkasi bor, xudo xolasa. Yetkazib beramiz aka. Ular keyingi molimiz mana ona bola ekan, bolasi xunajin ekan. Nechinchi bola aka? Birinchi bolasi ekan. Nechta litr sutga? Suti nechta? 10 ta 12 ta sutga ekan mana. Xudo xolasa tanijoni sog' ekan, yeb ichishiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya ekan. Mana barakasi bo'lyapti akalar. Akalar nech pul olyapti barakaga? 43,5 million so'm savdosi bo'lyapti mana akalar. Berilmayapti. 55 million kami bor deyapti. Sutga yurilganga sotadi deyapti. Qiziqqanlar mana birinchi bolasi xunajim. Mos sifatli ekan, xudo xolasa. Hamma yo'g'i joyida ekan akalar. Keyingi sigirimiz ikkinchi bolasiga bolasi xunajin ekan. 10 ta 12 ta sutga aka. 10 ta sutiga beramiz deyishyapti. Yeb ichishi tanijoni sog' ekan. Yuvoshligi yuvosh. Nech pul deyapmiz aka? 39 million so'm kami bor ekan. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? 94 511 1481 ga aloqaga chiqaverasizlar. Chorvosh quvozlari mana keyingi molimiz rossiyskiy aka bu. Rossiyadan kelgan. Rossiyskiy 2 oylik bo'g'oz. 2 oylik enasi bo'g'oz ekan, bolasi xunajin ekan akalar. Bolasi limuzin paroda. Bolasi limuzin paroda. Rossiya qochib kelgan ekan, bu qonida 2 oylik bo'g'ozga. Suti nechta aka? 10 taga beraveraman aka. 10 litr sutga beramiz deyapti. Yeb ichishdan jonzot. Bo'zagini o'tkazingchi aka bu yoqqa. Bo'zagini. Bolasi xunajin ekan. Dehqonchilik bizga. Dikonchilik ekan akalarga. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? Beramiz aka. Nechilik? 97lik 97lik 920 920 56 56. 56 56 ga aloqaga chiqaverasizlar. 6 kurakmi? Birinchi bolasidan mana Birinchi bolasi ekan 6 kurak. Xonada 2 oylik bo'g'oz ekan akalar. 3 bosh ekan, xudo xolasa molimiz. Keyingi molimiz mana shved ekan akalar. Bolasi xunajin ekan. Nechinchi bola aka? 3-chi bolasiga ekan. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga behijolat bir hafta garantiya aka. Nech litr sutga? 13 litr, 14 litr sutga garantiya beramiz deyapti. Bolasi bir haftalikmi aka? Bir haftalik xunajin ekan. Qiziqqanlarga aloqaga nomer beramizmi? Nechilik? 93lik 662 79 79 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa dastavkasi bor, yetkazib beramiz deyishyapti. Bir hafta sinov bilan. Akalar keyingi molimiz mana ikkinchi bolasiga novvoscha ekan bolasi. Chorvosh quvozlariga nech litr sut aka? 8 litr 9 litr sutga beramiz. Bolasi novvoscha 1 oylik bo'lib xudo xolasa. Yeb ichishi tanijoni sog' ekan. Yuvoshligi yuvosh deyapti. Dastavkalar bor ekan akalar. Nech pul deyapmiz aka narxini? 45 million so'm kami bor ekan akalar. Nech pul bo'ldi aka? Savdosi. 41 ga bor. 41 million so'm savdo qilishdi. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? Nechi? 94lik 94lik ekan akalar. 100 8404 ekan. 18404 aloqaga chiqaverasizlar akalar. Shorovaz bosgan muxlislari mana keyingi sigirimiz birinchi bolasiga ekan, bolasi xunajin ekan. Aka yeb ichishi tanjoni sog'a? Bir hafta garantiya. Nech litr suti bor aka? 5-6 litr suti bor ekan, qolganini bolasi yemayapti ekan. Yuvoshligi yuvosha aka. Yeb ichishi tanjoni sog' ekan. Nech pul deyapmiz aka? Nech pul deyapmiz narxini? 35 million kami bor ekan akalar. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? 93lik 564
39-12 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Necha pul savdo ko'rdi aka? 28 million, 29 million savdosi bo'lyapti akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana keyingi molimiz bolasi nima aka? Bolasi novvos ekan. 3-bolasiga ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'. Yuvoshligi yuvosh deyapti. Nechta litr sutga beramiz aka buni? Nechta litr sutga beramiz? Nechta litr sutga beramiz? 10 litr sutga beramiz yoz. Bolasi shved novvoscha ekan akalar mana. Tishi 6 kg aka. Tishi 6 ta ekan. Yeb ichishiga sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Mana bolasi novvoscha. Bolasi ham uzungina, chiroyli bo'ladigan narsa ekan. Nech pul deyapmiz narxini? Tishlari mana 6 kg ekan xudo xolasa. Nech pul aka narxi? 45 million. Nech pul savdo ko'rdi aka? Har xil savdo bo'lyapti. Qiziqqanlarga telefon nomer beramiz qiziqqanlarga. 91 169 62 62 66 aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilar bor xudo xolasa. Kanalimiz obunachilari mana keyingi novvos, keyingi molimiz bolasi novvos ekan, 3-bolasi ekan akalar. Nechta litr suti bor aka buni? 12 litr, 10 litr, 12 litr sutga beramiz deyapti. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti. Yuvoshligi yuvosh ekan akalar. Bolasi novvoscha, 2 oylik bo'libdi akalar. Narxini nech pul deyapsiz aka? 37 million so'm kami bor ekan akalar. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Ha, savdosi bo'lyapti akalar. Xudo xolasa molimiz sotilib ketadi, savdosi bo'ladi deyapti. Savdosi bo'lyapti deyapti. Qora sigirimiz. Hoji aka bolasi nima? Bolasi xunajin ekan, ikkinchi bolasi ekan akalar. 10 litr suti bor ekan, 10 litrga sinashga beramiz deyishyapti. 3-bolasimi hoji aka? Ikkinchi bola ekan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir haftaga garantiya deyapti. 10 litrga sinashga beramiz deyapti. Bolasi xunajin. Pulini nech puli? Hoji aka? Bularga 35 desam, 28,5 beryapti. 28,5 million savdosini bo'lishyapti ekan. Qiziqqanlarga telefon nomer beramizmi? 95 lik. 95 lik. 821 821 39 69. akalar qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Akalar sotilgan variantidan nechinchi bolaga aka? 3-bolasiga bolasi novvoscha ekan akalar. Nechta sutga? 15 ta sutga olishibdi akalarimiz. Sog'ib ichgani, yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyapti. Bolasi novvoscha akalar. Aka nech pul oldi? 36 million 300 mingga olishibdi akalar. Zo'r bo'lib, bolasi novvoscha ekan. Keyingi sigirimiz mana bolasi novvos ekan akalar. Nechinchi bola? Ikkinchi bolasi nechta litr sutiga? 6 litrdan 8 litrgacha suti bor deyapti. 8 litr deyapti, 6 litr beradi xudo xolasa. Yeb ichi tan joni sog' ekan. Bolasi novvos ekan. Bolasi qanchalik oldi aka? 5 kunlik bo'libdi. Yuvoshligi yuvosh deyishyapti. Yeb ichi yaxshi deyapti. Akalar keyingi shved sigirimiz birinchi bolasiga bolasi novvos ekan. Nech kurak aka? 2 kurak ekan. Nechta sutga? 16 ta suti deyapti, 10 litr sutga bir haftaga garantiya deyapti. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga behijolat deyapti. Bolasi novvoscha shved ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? Nech pul? 45 million kami bor. Nech pul savdo qilyapti aka? 38 million savdosi bo'pti. Ustiga yurilsa, xudo xolasa sotiladi ekan. Dastlabkilar bormi aka? Dastlabkilar bor. Nomer beramiz qiziqqanlarga. Bo'ldi akalar. Molimiz chiroyli ekan, xudo xolasa shved bolasi